pitishda ko'pincha shogirdlarim rassamni qiynaydi. Mana shu orqasi chokli bo'lib butun yeng chiqmagan taqdirda orqasiga chok tushgan holatda yeng pishib olamiz. Shuning uchun orqasini oson usulda olishni nima qilaman? Avval manday ulab olish mumkin. Yeng keyiniga 44 ga 22 bo'ladi, 23 qilinadi. Qo'volinsa yengi uchini borini qilib oldim, ichiga rezinka qo'yiladi. Shuning uchun pastdagi manerda ulag'ini olish uchun eng oson usuli manergada bo'lgan yetmagan hisobi 15 ekan, 2 sm 15, shu hisobini olamiz. 17 ekan chaki bilan. Nima yeri bo'lsa chaki bilan 11, 9 ekan, o'zi 11 qilib 3 yengi 3 11, qo'ltig'iga 17 sm chaki bilan yetmaydi ekan. Endi mana uloq oshib qolgan materialimizdan 17 sm matiga belgilab oldim. Mana 17 sm. İma yeriga 11 sm qilib olib, bosib. Endi mana shuni butun olingan tomoni shu keyinlikka moslab qo'yilib olinadi. Juda ko'p shogirdlarim qiynaladi shu yeng pitishda. Shunday usulda olinglar desam hech ham eplasha olmaydi. Shuning uchun oson usuli, eng oson usuli. Avval matdan ulab olib turib, yana yeng kengligini taxlab, qo'y razmeriga tushirguncha shunday usulda olinsa yengda. Shunday ulab turib, lela qo'ltig'ini ham qo'shib yengda tayyor holatga keltirilaveradi. Endi ulab holati bo'ldi. Endi buni sherga shunday ulasak, keyin tayyor bo'ladi. Yeng pitishda ko'pincha shogirdlarim rassamni qiynaydi. Mana shu orqasi chokli bo'lib butun yeng chiqmagan taqdirda orqasiga chok tushgan holatda yeng pishib olamiz. Shuning uchun orqasini oson usulda olishni nima qilaman? Avval manday ulab olish mumkin. Yeng keyiniga 44 ga 22 bo'ladi, 23 qilinadi. Qo'volinsa yengi uchini borini qilib oldim, ichiga rezinka qo'yiladi. Shuning uchun pastdagi manerda ulag'ini olish uchun eng oson usuli manergada bo'lgan yetmagan hisobi 15 ekan, 2 sm 15, shu hisobini olamiz. 17 ekan chaki bilan. Nima yeri bo'lsa chaki bilan 11, 9 ekan, o'zi 11 qilib 3 yengi 3 11, qo'ltig'iga 17 sm chaki bilan yetmaydi ekan. Endi mana uloq oshib qolgan materialimizdan 17 sm matiga belgilab oldim. Mana 17 sm. İma yeriga 11 sm qilib olib, bosib. Endi mana shuni butun olingan tomoni shu keyinlikka moslab qo'yilib olinadi. Juda ko'p shogirdlarim qiynaladi shu yeng pitishda. Shunday usulda olinglar desam hech ham eplasha olmaydi. Shuning uchun oson usuli, eng oson usuli. Avval matdan ulab olib turib, yana yeng kengligini taxlab, qo'y razmeriga tushirguncha shunday usulda olinsa yengda. Shunday ulab turib, lela qo'ltig'ini ham qo'shib yengda tayyor holatga keltirilaveradi. Endi ulab holati bo'ldi. Endi buni sherga shunday ulasak, keyin tayyor bo'ladi.